So'nggi yillarda mamlakatimizda yo'lsozlik sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida yo'llarning sifati va qurilish samaradorligi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, yo'l qurilishida sifat nazoratiga alohida e'tibor qaratilib, ish jarayonlarining har bir bosqichi zamonaviy talablar asosida tashkil etilmoqda. Oldin yama bo'yotdi, hozir yaxshi bo'lib qoldi. Bolalar yaxshi yuribdi, maktabga qatnaydi. Yoshi kattalar ham bemalol yuribdi. Hamma xursand. Yoshlar ham polli velida uchib o'ynab yuribdi. Ko'p vaznda ortib, yo'lda uchib, tez yurmasa bo'ldi. Ammo bir savol tug'iladi. Qurilayotgan va ta'mirlanayotgan yo'llarni talab darajasida saqlab qola olyapmizmi? Belgilangan me'yordan ortiq yuk bilan harakatlanayotgan transport vositalari yo'l qoplamasiga jiddiy bosim tushirib, uning qisqa vaqt ichida yemirilishiga sabab bo'lmoqda. Bunday transport vositalari ta'sirida asfalt qoplamasida cho'kishlar, yoriqlar, g'ildirak izlari va boshqa deformatsiyalar paydo bo'ladi. Natijada yaqinda barpo etilgan yoki ta'mirlangan yo'llarning xizmat muddati qisqaradi. Transport nazorati inspeksiyasi, yo'l harakati xavfsizligi va avtomobil yo'llari qo'mitasi xodimlari ishtirokida elektron tarozilar yordamida o'tkazilayotgan reydlarda aniqlanayotgan holatlar muammoning naqadar jiddiy ekanini ko'rsatmoqda. Qolaversa, bu kabi holatlar aholining haqli e'tirozlariga ham sabab bo'lmoqda. Hammaning uyida kasal bor. Chang endi yarim hovlizgacha chang kelyapti. Prosta yashash ilojisi yo'q. Kecha-yu kunduz, kechasi ham 1, 2, 3 mashina kamaz shunaqa o'tadi. Mana shuni uylarga hammasiga treshina bergan. Lekin ko'ryapsiz, o'zlaringiz ham ko'rgansizlar, yo'l hammasi treshinada. Kamaz endi shunaqa yuk bilan o'tyapti bir kunda. Endi men o'zim hisob bo'yicha bir 30 ta 40 ta kamaz o'tadi. Hammasi yuk bilan, как положено, shag'ali bilan o'tishyapti hammasi. Yana traktori kattasi bormi? Eng katta traktorlar, yuklaydigan traktorlar o'tyapti. Aslida yo'l qurishining o'zi yetarli emas. Uni asrash, belgilangan me'yorlarga rioya qilish va undan oqilona foydalanish ham barchamizning mas'uliyatimizdir. Bir tomondan zamonaviy va sifatli yo'llar barpo etilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning og'ir yuklar ta'sirida muddatdan oldin yaroqsiz holga kelishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Nazorat tadbirlari esa muntazam davom etmoqda.